Nasival odatda ko'k tamaki yupurmoqlarini quritib ezib, ko'k chakanda yoki sugat qo'ziqoning ko'li va boshqa moddalar bilan yo'g'irib til ostiga yoki ostikalpuk ichiga selib chekiladigan Turkiston va dunyoning boshqa joylarida tar doirada tarqalgan bir xil tutunsiz tamaki bo'lib, tarkibida nikotin moddasi bo'lg'achqa kayf va xumor qiladi. Tan salomatligiga ziyon uradi, atrofdagilarga azor beradi. Shar'iy hukm jihatdan nasival tamaki chilim va nashi doirasiga kiradi. Shunglashqa iste'mol qilguvchilarga va atrofdagilarga ziyonli ekanligi, pul molni zayo qilganlik ekanligi isbotlanganligi va insonning o'ziga nopok narsalarni iste'mol qilish orqali zulm selishi jihatdan nasival chekish haromdir. Haq taolo aytganki, "Mening rahmatim maxluqotlarning hammasiga o'rtaqdir. Uni kufrdan va gunohdan saqlanuvchilarga, mollarining zakotini beradiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman." Ular ummiy elchi Muhammad payg'ambarga ergashadi. Ular o'z qo'llaridagi Tavrat va Injilda uning sifatlarining yozilganligini ko'radi. U ularni yaxshi ish qilishga buyuradi, yomon ish qilishdan to'sadi. Ularga pok narsalarni halol qiladi, nopok narsalarni harom qiladi. Ularga yuklangan ig'ir va qiyin vazifalarni elib tashlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ziga va o'zgalarga ziyonkashlik qilish yo'q degan. Yana pul molni zayo qilib o'tishdan to'sgan. Bunoga asosan nasivalni ishlab chiqarish, bozorga selish, yutkash va setish harom bo'lgandan sirt, uni ommaviy so'rinlarda chekish va so'rindoshlarga sunish gunohni ochiq oshkora qilishning jumlasidan bo'lib, bu amr ma'ruf nahiy munkarni tashlaganlik, gunohga hamkorlashganlik va haromga tashviqdir.